Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Assalomu alaykum O'zbekiston. Oy. Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Assalomu alaykum O'zbekiston. Assalomu alaykum. Biz oxirgi videodan keyin bizga O'zbekiston tutganlar ko'p hech yozib ketishdi. Men o'zim sferamda imomada yurgan uchun imom aspirasiyasındagi bolalarga qayrilganimda o'sha yoqdan büyük bari bizga qilib menga mingday video jo'rashdi. O'shoning arasidan mana bratan erkek krasavchik жалгыз братан атайын Qirg'izistondan bilet olib berdi, bu yoqqa kel. Biroz sparing qilib deb bratan bilan сөйлештік, yaxshi bratan ekan. Bizda hozir tashqariga chiqib video qilayotganimiz sababi ringda politsiya chaqiraman deb baqir-chaqir qildi. Tailand o'zining qonun qoidalari bor. Shuning uchun bu yoqda video qilyapmiz. Bu chanoq ko'cha urish emas, bu sportivnida sparing. Biz sparing qildik ukamiz bilan. Sababi o'sha kungi videosidan keyin butun o'zbeklar qirg'izlarga nisbatan noto'g'ri tushunib bir-birini so'kish boshladi. Avvalambor videoni qaytadan ko'rsanglar, bu ukamiz aytgan, men MMA bo'yicha degan, lekin videoning boshida o'zbeklarning ichidan duxu yetgani degan joyi bor, to'g'ri, lekin bu ukamiz bizga tushuntirdi, butun o'zbek xalqiga emas, bitta sportchilar haqida gap ketdi dedi. Keyin men aytdim, shunday ham telefonda keling, chista dux degan joyingizga kuchim yetmasligi mumkin, texnikam yetmasligi mumkin. Men MMAchi emasman. Bitta boks tushib ko'ramiz ham, bir og'iz gapimga bo'ldiki, bilet jo'natasiz. Hamma ishimni tashlab boraman, podgotovkadaman dedi. 1,5 oydan keyin janglar bor ekan. Janglarda omad tilaymiz. Mana bitta sparing qildik. İchimizdagini chiqarib oldik. Men o'zim mush urib, mush yeb tushunib oldim. Bu ukamizda biz o'zbeklarga bo'lgan nisbatan nafrat yoki bir negativ yo'q. Shuning uchun hurmatli do'stlar, eslatib bo'lsin, ikkita millat urushni qilib qo'yish oson, lekin ikkita millatni aka-uka qilib qo'yish juda qiyin. Qirg'izistonda o'zbek aka-ukalarimiz yashaydi. Hammasi har xil tirikchilik qiladi. O'zbekistonda esa qirg'iz aka-ukalarimiz yashaydi. Ikkita uchta sportchini bir-biriga aytilgan gapi deb ikkita millat urushib qolish bu juda qiyin narsa. Avvalambor hammamiz Alloh yaratgan, hammamiz musulmonmiz. Sportning interesi shunaqa bo'ladi. Jangdan keyin ham, sparingdan keyin ham ikkita erkak 5 tashlaydi, chunki ikkita erkak ikkita mamlakatda o'g'loni. Hech kim bir-biridan qo'rqmaydi, hech kim bir-biriga paxta qo'ymaydi. Mana 4 million, 5 million odamim bor deb men hech gapirganim yo'q. Bu ukamman bayesman deb hech gapirganim. Keling aka, 9 yetgan bo'lsa dedi, men ham chiqdim. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Shuning uchun qirg'izlar, o'zbeklar biz bitta xalqmiz.